Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa 11.15 motorlarimizdan yig'ib qo'yganmiz. Xudo xolasa eng arzon narxlarda, sifatli ishlangan narxlarda qilib qo'yganmiz. Xo'p akalar, 11.0 motorlarimiz statorlar bilan joylashtirilgan 150 litalik kundamizga qo'yilgan. Mana ko'ryapsizlar. Xo'p, garantiyalar bilan qilib beramiz. Narx-atiga $590 qilib beramiz. Kam-ketiga bor. Xo'p, mana shu 1 litr rasxod bilan 300 tonna suv tashaveradi akalar. Ichida ham bunaqa klapanlari, xolislar ham bunaqa ko'kshlardan ham qo'shib beramiz. Mana xilidan bor akalar, metro bo'ylarida. Bir zinni ipidan tayyorlangan bo'ladi, materialda. Xolislar ham bunaqa 11-15 motorlarimizdan ham mavjud akalar, statorlar bilan qilib beramiz. Xo'p, statorimiz o'zi juda ham ko'p akalarimiz so'rashyapti. Statorda bemalol o'tkazsalar ham bo'ladimi degan akalarga. Bemalol bitta akkumulyator orasida bitta qo'yib ishlatiladi akalar. Bunimiz 200 litr suv tashlab beradi, 200 diametrda. 400 tonna suv tashlab beradi akalar, 1 litr rasxod bilan akalar. Xo'p, nagruzkaga qarab akalar, bu ham rasxodi oshishi mumkin. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqangi radiatorli 11-15 motorlarimizdan mavjud akalar, juda ham narxi arzon chiqadi akalar. Xo'p, buni 11-15 bilan mana bunaqa 2 litalik kundamizni narx-atiga xo'p $690 qilib beramiz. Kam-ketiga bor akalar. Xo'p, xolislar ham bunaqa 11-15 motorlarimiz o'zi radiatorli. Xolislar ham bunaqa motorlarimiz o'zi ham отдельно sotuvda bor. Tagida ramalar bilan qilib beramiz akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 12 oylik tekshiruvdan dastlabki xizmatlarimiz bor. Bermak ukalarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Videomizga like bosish ham esdan chiqmasin.